Maşallah. Ko'z tegmasin. 5 ta bolasi bor ekan. Maşallah deb yozib ketinglar, ko'z tegmasin. Assalomu alaykum qushqibozlari. Marg'ilonga kelganmiz birodarimizniki. Kech bo'lsa ham, masofa uzoq bo'lsa ham bu ishqibozi juda yomon narsa. Tinch qo'ymaydi, juda o'tkazmaydi. Xonani keltirib qo'yganlar. Havoni aynalishi juda yaxshi. Derazalar, eshiklar, portikalar hamma yoq joyida. Xonani yorug'ligi ham yetarli. Taglaridan ham zax bo'lmaydi, tozalashga ham qulay. Xullas, xona havas qiladigan pokiza, toza xona. Maza qiladi. Sizlarga ham shunaqa qushxonalar, qushlar boqish nasib qilsin. Mana bunaqa chiroyli gnizdollar, mana bunaqa qishloq qafaslarda havasga xona qilishgan, mashalloh deb yozib qo'yinglar, ko'z tegmasin. Qushlarni birma-bir ko'rsatib chiqaman. Rosa qanaqa chiroyli narsalarni yutganlar, ko'z tegmasin. Barakasini bersin. Hammaga shunaqa qushlar nasib qilsin. Xullas, qora qanotlar. Mana qora qanotlar. Bu yoqda ham qora qanot, mana avvaliga hozir English degan zotidan katta padvit ular. Bular sabitli, mana ular Texas gulati. Bu ham hali katta padvitdan ekan. Bunaqa spingillar, xullas eng noyoblarini terganlar. Haliga oddiy qushlar kam deydi. Endi oddiy bo'lib, oddiysi ham o'sha mana bunaqa juda noyob ranglaridan. Mana bular mardikor, mana 4 ta bola, 5 ta bola, mana 5 ta bola. Shunaqa. Mana spingil paralar. Spingillari ham mana injiqlari bor ekan mana. Ko'rayotgan bo'lsalar. Qapaslariga e'tibor beramiz. 46 misli qapas. Sari trenddagi narxi 160 minglik qapaslardan. Toza qanotlar mana. Gnezdoda ham o'sha buni reklama qilgan gnezdoyimdan Instagramdan o'chirtirib yuborishdi. Buni reklamasini tektaliga to'qqa qilyotganlar. Bozorlardan 45 mingdan olyapsizlar, lekin bitta ochiq olsalar 25 mingdan gaplashib beraman. Bundan kamiga ko'nishmayapti. Mayli, toza qanot babitga bor ekan. Juda chiroyli pari ekan, mashalloh, ko'z tegmasin. Juda tiniq narsalar. Sizlarga ham nasib qilsin. Oddiy qushlar o'zi yo'q ekan deydi. Havasga teribdilar. Mana. Bu qush sohasiga kirganingizdan keyin o'sha haliga ishtiyoqingiz oshib, zo'ridan qilaman deb sekin-sekin yig'ib boraverasiz ekan mana. Sotuvga chiqmaydigan narsalar bular. Sotuvdan topilmaydi bunaqa narsalarni. Endi boqayotganlardan bolasidan bering. Ko'paysa berasiz deb sekin yilma-yil yig'ilgan narsalar bular. Mana bunaqa spingillar, toza qanotlari bor ekanda, hozir qanot tushunmayapti. Batchi tiniqlari. Qora qanot bilek keslar mana, bilek kes. Mana. Double bileklarda ham zo'rlari bor bu yerda. Hech tegmasin. Ular hammasi ishlab turibdi ekan, bolasi bor, tuxumi bor. Mana. Mana ko'ringlar, mashalloh deb qo'ying. O'ta tiniq narsalar, chiroyli narsalar ekan, ko'z tegmasin. Mana qismani. Mayli, qushlardan oldik biz mana. Bu haliga Malodoy, Zakotovkaga katta qushlar uchib yurishligi uchun, Malodoy qushlar katta bo'lishligi uchun qilingan qafas katta. O'zi shunaqa qafas ham bo'lishi kerak qushlarda. Dam olgani qo'yganingizda qushlar uni ichida uchib yurish kerak, semirib ketgan qushlar soqalari tashlab qo'yish uchun shunaqa qafas ham kerak deyishdi. Mayda mana mramor qushlari, spingil qushlar bolalarini chiqaribdi. Bitta, 5 ta bolasi bor ekan. Bolalar tashqariga chiqdi.
Ota-onasi yana tuxum qo'yyapti. Bileksizlar mana. Oddiy qush yo'q ekan. Biz olgan qushlarimiz ikki pehas oldik. Bir juft qora qanot oldik. Babichkaligidan. Bir juft bilek face oldik. Babichkaligidan. Bir juft double bilek oldik. Mana to'g'ridagilar double bilek. Double bilek. Shularni oldik. Yana qanaqa ma'lumot kerak? Ozuqasiga ham bir to'xtalib o'taylik. Mana vahimali ozuqa emas, bu aralashmadan. Ko'rinayotgan bo'lsa, o'zimiz bozorda sotadigan topilganlar aralashmadan. Qora aka necha jup bor bu yerda? O'xshi. 130 jup. Maşallah, yetişmez. Ops, kapaslar nechta mana Xitoy kapaslar? 120 ta. Bulardan sarı Ha, 120 ta mana bunaqa Xitoy kapasdan. Mana ular hali kattasidan. 75 ga qarab yetishlardan. Qora aka zo'r kelibsiz, ko'rsatmasin, barakasini bersin. Biz obunachilarga ham shunaqa qushxonalar, shunaqa qushlar nasib qilsin bizga ham. Ha, xudo deb xohlasa boshlasangiz. Bitta savol sizga. Qushda hammasi to'g'risi yangi qiziqadiganlar daromadiga qiziqadi-da. Endi tavsiya qilasizmi? Masalan, nima qilishni bilmay yurganlarga men doim aytaman, bitta narsa chorvalar ichida eng yaxshisi deb o'ylayman menga. Chunki qo'yam olam boqib ko'rganman, endi bab qushga bergan mehr ularga bermaganimgami qandaydir qushchalik daromad qilolmaganman ularda. Endi hozir ham qo'ylarimiz bor, boqamiz, lekin qushdaqa daromad bermaydi to'g'risi. Bitta tomoni bor. Hozir endi hammalar qiziqtirilyapti, ko'p boshqa asosan olib sotuvchilar tomonidan ko'p qiziqtirilyapti. Shunaqa. Odamlar tayyor o'zida qo'y boqib yurgan, mol boqib yurgan odamlar uni sotib solyapti. Nima tavsiya qilayman? Ular maydada, puli mayda bo'ladi. To'g'ri. Mol qo'ydiki butun bo'lib turadi. To'g'ri, uni sotib qilmasdan orttirganidan qilish kerak. Yaxshi. Sen yana bir narsa, qushni o'zidan chiqarib o'ziga chaplasangiz, shunda o'sish yaxshi bo'ladi. Hali katta pulni qushga sarflab, keyin chiqmayapti deb o'tirish juda anaqa. Bu sekin-sekin erishiladigan narsa bu. Shuncha narsa birdan bir yilda ichida bo'lib qolmagan. Asta-asta sekin-sekin boqib, boshlanishiga prostoylaridan boqib, keyin mana bunaqa qimmat tozalariga o'tilgan. Hech narsa birdaniga bo'lib qolmaydi to'g'risi. Sabr qilib, masalan, juda ko'pchilik yangi boquvchilar buni turlariga tushunmaydi-yu. Sekin-sekin shuni ichiga kirganingizdan keyin asta-asta hammasini farqiga mana tajriba to'plab boqilishiga, boshqasiga, sifatiga sekin-sekin erishiladi. Tajriba to'plab qilinadi. Yangi boshlaganlarga oddiyroq turlardan, oddiyroq valnisliklardan boqish tavsiya qilamiz. Arzonroq bo'ladi, oddiy prostoylar. Hozir maladoylari jupi 100 ming shunaqa bo'lyapti maladoyi. 100 ming, 200 ming atrofida-da, endi holatiga qarab mana maladoylar. Shunaqalardan olib yig'ib 1-2 yil shunaqa oddiylardan boqib, keyin mana bunaqa qimmat turlariga o'tib tavsiya qilaman, to'g'risi. Mana bular tuxumi bor ekan, mana yozib qo'shgan tuxumi bor, bolasi bor. Mana bittasini ochib ko'ramiz, ortiqcha bezovta qilmagan holatda. Mana bismillah. Mashalloh, mana 4 ta bolasi bor ekan. Mana ota-ona. O'rtacha shu bolalari chiqsa 50 dollar sotiladi-da. Eng kami. Endi o'zingiz o'ylab ko'ravering, deydi. Qancha bor, qancha bola chiqadi. Birovlar karmanidagi pulni sanamaylik. Texaslar 400 dollar bo'lyapti, mana oppog'i. Tuxum bor ekan. Mana bu yerda yana babichkamizni tuxum bor ekan. Mana bu yerda yana babichkamizni
Maşallah. Ko'z tegmasin. 5 ta bolasi bor ekan. Maşallah deb yozib ketinglar, ko'z tegmasin. Mana ota-ona. Single babushka ekan, 5 ta bolasi bor ekan. Hammaga shunaqa qushlar nasib qilsin. Bizni kuzatishda davom eting, bizni qo'llab-quvvatlanglar. Biz rosa sizlarni qo'llab-quvvatlashlarga muhtojmiz. Katta kanalimiz yopilib ketgan. Hozir to'g'risi mana shu videolarda shuncha yo'l yurib kelib video qilyapmiz. Prosmotr juda oz bo'lyapti, mingta ham bo'lmayapti. Shuning uchun qo'llab-quvvatlayotganing, Xudo xolasa videolar sonini ko'paytiramiz. Anaqa noyob ranglari bor mana dablari. Dabliga kelib qoplanganlar. Hammalaringga yaxshi kayfiyat, Xudo xolasa yana videolar qilishda davom etamiz. Keyingi videoyimizda nima qilishni yozib qo'yinglar, shunga qarab qilamiz, Xudo xolasa.